Leapmotor C16 ga chaqirishgan, akkumulyator zaryadkasi tugab qolgan. Bularning mashinalar 10 kun davomida zavod bo'lmagan, shuni hisobiga akkumulyator zaryadka tugagan. Qaranglar, powerbank ulyapmiz-da, общий sistemaga to'k boryapti, lekin zamoklari yonmayapti. Sizlarga qisqacha ma'lumot berib ketaman. My Taxi Millennium ishlaydigan akalarimiz uchun. Bitta mana shunaqa 10 kuncha oladigan bo'lsanglar, shunaqa holatda bitta minusni bo'shatib yechib boshqatdan olib olish kerak bo'ladi. Sababi sistema blok tushib qolgan bo'ladi akkumulyator o'tirganda. Uzamiz, sразу ulaymiz. Joyiga qotirganimizdan keyin powerbank ulaymiz. Mashinamizni atib ko'ramiz. Hop, bor sistemaga ochib yubordingiz, eshikni ochib yuboring, eshikni ochgan. Yonda endi. Endi blokdan chiqib ketdi-da. Bo'ldi, zavod bo'ldimi mashina? Qancha qopti zaryadkasi? 16%mi kamda bu?